Мәзкур әсәр Xitoy yazğıçılarının adətki yazması болып qalmasdan, bəlkə Xitoy hakimiyyətinin növbətdə Xitoy ulusi kimligini məcburi qəbul qıldırış üçün Uyğur qatarlıq assimilasiya qilish təs bo'lib atqan millatlarni məcburi assimilasiya qilish yo'llari ustida izlanish orqali ro'yobga chiqqan Xitoyning millatlar siyosatini o'zgartirish haqidagi Xitoy hokimiyatiga sunilgan taklif bo'lib, növbətdə Xitoy kimligini məcburi qəbul qıldırış və başqa kimliklərdən millatlarni voz kechtirish hadisasi Uyg'urlarda dastlab yuz berdi. Jazo kamplariga qamab, atalmış terrorluq va diniy oshqunlikqa qarshi nomda elib berayotgan kalla yuyish va qayta tarbiyalashning keynida Uyg'urlarning milliy kimligini yuyib tozalash va Xitoy ulusi kimligini majburiy qabul qildirishdek razil maqsadlar yoshiringanligi oshkora bo'layotgan dalillar bilan isbotlanmoqda. Ikkinchi avlod millatlar siyosati, millatlarning qo'shilib bir gavda bo'lishi va gullanib bir gavda bo'lishini ilgari surish. Huangang Tərcümədə Uyğur Fidayilar Tərcümanlar Qrupisidən Bilməscan. 4-ci, ictimai cəhətdən millətlərinin özara əlaqələşiş, fikirləşiş, qoşulub bir gavda bo'lishini ilgari surish kerak. Cəmiyyət meyli şəklinin qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, zodi nima? Cəmiyyət bo'lsa, kishilarning özara faoliyatining mahsuli. Kishilar o'zaro aloqalashishdan ayrilib qolsa, jamiyat degili bo'lmaydi. Biz cho'qim yer sharilashish, uchirlashish, zamonaviylashishning obyektiv amaliyatiga moslashishimiz. Ba'zi bir chet ellik ixtisosliklar, masalan, Amerikaning har qaysi etnik guruhisidagi odamlar, Kanadaning har qaysi etnik guruhisidagi odamlarning o'zi xohlab Xitoy fuqaroligiga o'tib, Junxo ulusining bir a'zosi bo'lishdek obyektiv amaliyatni o'z ichiga olgan davlat ichi va sirtdagi millatlarning o'zaro aloqalashish, fikirlashish, qo'shilib ketishining obyektiv amaliyatiga moslashishimiz, Xitoyning zamonaviylashish qurilishi va Junxo ulusining buyuk gullanish strategiyasining yuksakligi nuqtasidan davlat ichi va sirtidagi har qaysi millat xodimlarining o'zaro aloqalashish, fikirlashish, qo'shilib ketishini ilgari surishning tarixiy cho'ng yuzlanishini cho'nqurtinib, Xitoy 56 millatdan tashkillangan degandek uqum va metodalarni kuchaytmaslik kerak. Masalan, Amerikadagi Meksiklikning avlodidan bo'lgan bir odam bilan Amerikadagi Ispaniyalikning avlodidan bo'lgan bir odam Xitoyda xizmat qilganlik sababidan Xitoy fuqaroligiga o'tishni xohlagan bo'lsa, aslidagi fuqarolarning millat tavalligi bilan ayiradigan bo'lsak, bu chaqda Xitoy fuqarolarining millat ayrimisi 58 millat bo'lib qoldi. Agar Xitoyning yaqinqi yillardagi taraqqiyot kuchlanishini o'ylasak, Xitoyni taraqqiy qildirgan oz bo'lmagan chet elliklar o'zlari xohlab Xitoy fuqaroligiga o'tishni xohladi. Undaqda ularning Xitoy fuqaroligiga o'tish tasdiqlansa, Xitoy fuqarolarining millat ayrimisi ko'paymaydi. Bu mushundaq muqimlashtirilgan holda qanchalik millatning Junxo ulusini tashkil topganligidek o'lik holda otilish vaziyat taraqqiyotining talbiga mos kelmaydi. Aksicha Junxo ulusining davlat ichi va sirtidagi barliq millat xodimlarini qabul qila oladigan, ichivitilgan va hammani sig'dira oladigan ochiq ideyasini kuchaytirishimiz kerak. Masalan, Xitoy millatining madaniyatini oddiy holda Junxo ulusining madaniyati bilan barobar qilib olmasligimiz. Shundaqla osonliq millatlarning madaniyatini qo'g'dash sababidan Xitoy millatining madaniyatini yaklamasligimiz. Oddiy holda chet el millatlarining madaniyatini yaklab rad qiladigan pozitsiyada bo'lmasligimiz kerak. Hammaga tang qaraydigan, keng qursoq bo'ladigan, yaxshi-yomonning hammani sig'dira oladigan, ichivitilgan muomala bilan Xitoyning zamonaviylashtirish qurilishiga foydali bo'lish nuqtasidan Junxo ulusining cho'ng taraqqiyotini aktivlik bilan ilgari surishimiz kerak. Amaliyotda millatning mavjud bo'lishi bir xil ijtimoiy mavjudlik, fuqarolarning madaniyatining bir xil xosligi bo'lib, jamiyat taraqqiyotining obyektiv amaliyatiga moslashib, har millat fuqarolarining o'zaro aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketishini ilgari surishimiz. Aksicha bu xil farq va xosliklarni sun'iy holda qattiqlashtirib o'tmasligimiz va kuchaytirib o'tmasligimiz kerak. Davlat ichidagi har millat nufusining zo'r darajada ko'chishini ilgari surishga yuksak darajada ahamiyat berishimiz kerak. Junxo Xalq Jumhuriyati Junxo ulusidagi har qaysi millat va xalqning jumhuriyati. Davlat ichidagi har qaysi joylarning hammasi barliq fuqarolarning zimini. Davlat ichidagi har millat fuqarolarining erkin eqib yursa, xohlagan bir yerda o'rganish qilish, yashash va xizmat qilishni erkin qaror qilsa bo'ldi. Bo'libmi yer sharilashish, uchirlashish, bozorlashish, zamonaviylashish, uzluksiz taraqqiy qilayotgan bugungi kunda har xil ishlab chiqarish omillarini butun mamlakat miqyosida erkin holda sarxillashtirib saplayotgan davrda davlat ichidagi har millat fuqarolarining butun mamlakat bo'yicha erkin, barobar holda eqib yurishini ilgari surish, har millat fuqarolarining o'zaro aloqalashish, fikrlashish va qo'shilib ketishining bir xil tabiiy va qonuniy huquq ekanligini ilgari surish,
iqtisodiy jamiyat taraqqiyotining obyektiv talabi. Shundaqla har millat fuqarolarining erkin va har taraflama taraqqiy qilishining obyektiv talabi bo'lib hisoblanadi. Biz cho'qim bu xil obyektiv vaziyatning talabiga moslashishimiz, tuzumi mexanizmini islohot qilishimiz va mukammallashtirishimiz, jamiyatni idora qilishni kuchaytirishimiz va yangilik yaratishimiz, nupus boshqarish tuzumini islohot qilish va mukammallashtirishni tezlatishimiz. Fuqarolarning teng huquqli bo'lishini chiqish nuqta qilib, har millat fuqarolarini barobar bo'lgan ommaviy muvozanat bilan ta'minlashimiz, shahar yezi iqtisodiy jamiyat taraqqiyoti va odamlarning har taraflama taraqqiyotining talabiga texim yaxshi moslashib, har millat fuqarolarining erkin yetkilish huquqiga texim yaxshi barobar holda kapolatlik qilib, butun mamlakat har millat nupuslarining erkin tartiblik yetkilishini ilgari surib, har millat xalqining ishga o'rilish masalasini texim yaxshi bir taraf qilishimiz, har millat xalq uchun butun mamlakat miqyosida xotirjam tirikchilik qiladigan ijtimoiy muhit va qonun orqali idora qiladigan muhit yaratish kerak. Her millat fuqarolarining aralashib o'ltiraqlashini olg'a surishga eng yuksak darajada ahamiyat berishimiz kerak. Singapur qatorliq davlatlarning tajribalaridan ulgu olib, cho'ng va o'tir tipdagi shahar planlari va o'ltiraq uy qurilishining setilishida masaldagi usullarni tadqiq qilib, amalning barcha o'xshamagan etnik guruh millatlarni aralashtirib, birga o'ltiraqlashtirib, turalg'u rayonlarning chet-chegarasi aniq kichik rayonlarga bo'linib ketishini to'sish kerak. Millatlar ara erkin to'ylashishga yetakchilik qilish va uni qo'llashga yuksak darajada ahamiyat berishimiz kerak. O'xshamagan millat aholilarining o'zaro to'ylashishi, o'xshamagan millat guruhlarining o'zini taraqqiy qildirishining obyektiv talabi bo'lib qolmasdan, yana Jumhur ulusi taraqqiyotining obyektiv talabi bo'libmi oila jamiyatning hujayrasi bo'lish sifatida, oilalar qo'shilib bir gavda bo'lsa, odamlarning hammasi tuqqan bo'lsa, bir-biridan ayrila olmaydigan bo'lib, millatlarning ittifoqligi, millatlarning qo'shilib bir gavda bo'lishi va jamiyatning qo'shilib bir gavda bo'lishining mustahkam uli selingan bo'ladi. Shuni aniq ko'rib yetishimiz kerakki, hozir davlatimizning ba'zi bir milliy rayonlarida millatlararo to'ylashishga foydasiz bo'lgan bir xil ijtimoiy muhit va siyosiy tadbirlar mavjud bo'lib, ba'zi bir qavm millatlarning boshqa millatlar bilan to'ylashish nisbati intayin tuvan. Ba'zi yerlarda 0.% bo'lib, xalqarodagi millatlararo munosabatning yaxshiligining o'lchimini o'lchash talabi bo'lgan ikki millatlararo to'ylashish nisbati yetib borgan 10% saviyasi bilan nihoyat cho'ng farq mavjud. Mana bu millatlararo to'ylashishni tuzum jihatdan yetaklashni, fuqarolarning nikoh erkinlik qonuniga kapolatlik qilishni, yuqori o'rlab o'qish imtihonida nomer qilishni isloh qilish va mukammallashtirishni, ma'murlarni imtihon orqali qabul qilishni, ishga o'rlishish va o'sish qatorliq jihatlardagi siyosatlarda asosiy qonunda belgilangan fuqarolar huquqining birdek barobar bo'lish prinsipida ching turishni, o'xshamagan etnik guruhlardagi to'ylashquchilarni kamsitmaslik va e'tibor bermaslikni talab qiladi. Masalan, ba'zi joylarda ota-ona taraf har ikkilisi asonliq millat bo'lganlarning farzandlariga oliy maktab imtihonida nomer qo'shish ota-onasining bir taraf asonliq millat bo'lganlarnikidan ko'p yuqori. Bu aniqla millatlararo to'ylashishga foydasiz bo'lib, ota-onasining bir taraf asonliq millat bo'lganlarning farzandlarining barobar tarbiyalanish huquqiga nisbatan bir xil adil bo'lmagan kamsitishdir. Shuning bilan bir vaqtda ba'zi joylarda allaqachon shaharlashib bo'lgan hamda Xitoy oilalar bilan hech qanday tarbiyalanish farqi bo'lmagan asonliq millat oilalarining, masalan, ota-ona har ikkala taraf Dongzu millati, Manju millati bo'lganlarning farzandlariga oliy maktab imtihonida nomer qo'shib berish siyosati bor bo'lib, bu aniqla o'xshash shahardagi ota-onasi Xitoy bo'lgan oilalarning farzandlariga nisbatan bir xil adil bo'lmagan kamsitishdir. Planlıq to'g'itdan iborat asosiy davlat siyosatida ching turish, har qaysi qavm millatlarga barobar muomala qilish, shuning bilan bir vaqtda har millat aholilarining safosini yuqori ko'tarish, qiyinchilik tuturayotgan barliq millat fuqarolarining safosini yuqori ko'tarishga haqiqiy yordam qilish, ahollarni boyliq manbasi, muhit, iqtisodiy jamiyatning taraqqiyoti bilan moslashtirish kerak. Davlat o'rtaq til yoziqining umumlashishini zo'r kuch bilan olg'a surish, davlat qonun turg'izish, ma'muriy, adliya qatorliq ommaviy ish bajarish faoliyatlarida davlat o'rtaq til yoziqining ishlatishini qadam-qadam kengaytirish. Shuning bilan bir vaqtda davlat o'rtaq til yoziqini bilmaydigan fuqarolarga til yordami va tarbiyalash bilan ta'minlash, har millat fuqarolarining davlatning ommaviy ish bajarish faoliyatlariga qatnashish qobiliyati va saviyasini uzluksiz yuqori ko'tarish kerak. Ma'arifning millatlar o'zaro aloqalashish,
fikrlashish, qo'shilib ketishidagi ul xarakterlik roliga alohida ahamiyat berish, har millat fuqarolarining tarbiyalanishiga mablag' solishni zo'r kuch bilan ko'paytib, yaslidan tortib boshlang'ich maktab, o'rta maktab va universitetlarda birda qo'sh tillik ma'rif, milliylar bilan Xitoylar aralashgan maktab, aralashgan sinf o'qituvchilarini yo'lga qo'yish, kasbiy tarbiya va uzluksiz tarbiyani zo'r kuch bilan olg'a surib, har millat fuqarolarining odam kuchi kapitaliga mablag' solishini kuchaytirish, har millat fuqarolarining fan madaniyat va idea axloq safosini yuqori ko'tarish, har millat fuqarolarining tarbiyalanish jarayonidagi o'zaro aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketish fursatlarini ko'paytirish, har millat fuqarolarining o'zaro aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketish quvvatini oshirish, har millat fuqarolarini iqtisodiy jamiyat taraqqiyotiga qatnashtirib, odamlarning har taraflama ham erkin taraqqiy qilishini amalga oshirib, Junxo ulusining buyuk gullanishini ilgari surish uchun o'rtaq aql va kuchini beg'ishlash kerak. Qisqasi, biz millatlarning o'zaro aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketish taraqqiyot iqimiga moslashishga ehtiyojli bo'lib, xalqarodagi g'albilik tajribalardan o'rnak olib, shundaqla mag'lubiyatlardan saboq olib, davr taraqqiyotiga mos holda birinchi avlod millatlar siyosatining ikkinchi avlod millatlar siyosatiga almashishini amalga oshirishga turtki bo'lish, siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, jamiyat qatorliq har sohalardan davlat ichidagi millatlarning qo'shilib bir gavda bo'lishini ilgari surib, fuqarolarning milliy guruhi ingini uzluksiz ojizlashtirish, 56 millat hukumini uzluksiz ojizlashtirish, Junxo ulusi kimlik ingini uzluksiz kuchaytirish, fuqarolarning Junxo ulusi salohiyatini, ya'ni Junxo ulusi kimligini qabul qilishni uzluksiz kuchaytirish, Junxo ulusining bir gavda bo'lishini haqiqiy olg'a surib, Junxo ulusining moslashib taraqqiy qilishi, gullanib bir gavda bo'lib taraqqiy qilishini ilgari surib, Junxo ulusi cho'ng oilasini o'rtaq qurib, Junxo ulusining buyuk gullanishini amalga oshirish kerak. Asli manba Xinjiang Pedagogika Universiteti ilmiy jurnali, Falsafa ijtimoiy fanlar nashri 2011 yillik 5-son.